Men siz bilan hamkorlik qilayotganimdan xursand bo'lyapman. O'zi kutilmagan taklif bo'ldi. Sizni anchadan beri kuzataman. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Bemalol so'rashingiz mumkin. Har qanaqa biznes qilsangiz ham tezda ko'tarilasiz. Buni siri nimada? O'zim ham bugun bildim. Mana ko'r mashinaga. Bore bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga meni hozir duo qilib turdim. Bizani deb ko'chada qiynalib ishlab yurgan erimni o'zing panohingda asragin. Duo qildim desam, kulgimni qistat. Men peshana yarqiragan, mendagi erga turmushga chiqqansan. Qo'yadi jonsiz, ne kayfiyatingiz yo'q? Ishlarim ham orqaga ketyapti boru, men qilmayapman. Hamkorlar telefon qilish kerak, qilmayapti boru. Siqilmayadi jonsiz, men hozir bitta duo qilaman, ishlaringiz yurishib ketadi. Ey Allohim, shu erimni topganiga rizq baraka bergin. Assalomu alaykum Shokir aka, to'g'ri tushdimmi? Ha. Siz bilan katta shartnoma tuzmoqchi edim. Hozir biznes sentrga yetib kela olasizmi? Xo'p, hozir boraman. Kulgimni qistat. Duoying nimani hal qilardi? Duo